Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlarimiz. Gollandiya Izazadin kompaniyasining Barber X1 gibrid urug'lari pomidorlarini hosil jarayonida turibmiz. Mana hosillari. Hozir pomidorimiz ayni pishib yetilgan davri. Xudo xolasa ertadan mana terim bo'ladi. Bugun bitta videolarni ko'rsatyapman. Mana azizlar, juda ham ajoyib. Qanday terilar ekan, palaklarning taylari polna to'la hosilman. O'z hosil yotibdi. Bu tarafga kelaman. Pomidorlarimiz. To'shalib qolgan hosillar. Bittasini uzib ko'rsataman. Rangi ham juda ham ajoyib. Azizlar.